Oh, walk us through your breaking story in the Washington Times about the bioweapons program of the Chinese Communist Party. Yeah, this is a huge story, and it's huge because it's coming from within the Trump administration. People with access to intelligence information have told me that clearly there's new intelligence that China is working on biological weapons designed to attack specific populations, such as ethnic minorities, like the Uyghurs in Western China, like the Tibetans, perhaps others. And this is really scary stuff. Of course, the Chinese have covered up and denied they're doing offensive biological weapons, but it's just been in the past 2 years that the Trump administration, in the form of the annual Arms Control Compliance Report, has said that we have new fears and new concerns about China's covert biological weapons development program. You're making my head blow up. You're making my head blow up. All this stuff we're hearing in mainstream media and all this talk and all this happy talk we're going back and forth did they have any involvement in these Wuhan labs with what's accepted under the treaty to look for vaccines and other types of prophylactics and therapeutics and things that can protect people if something breaks out among these populations, and to have some sort of maybe defensive program in case something inadvertently comes out. Even the indication or implication that they would have any offensive program. Why is this not on fire in the U.S. Senate? Why is this not on fire in the mainstream media? Because this gets to the heart of it. How can this possibly be? So give us the details of the story, because I think people are going to sit there and go, what do you mean offensive biological weapons program? Right? Yeah. This is what, General Spalding, and I know Media Matters are going to be all over this, but hey, guess what? You've been dead wrong. You and Mediaite, these other guys that follow us, we never punch down. But you've been wrong. You had Gertz on the first show. You said, oh, he's a nutcase. His hair's on fire. Guess what? Everything Gertz said is true, and directionally, it's all true. And you see the intelligence reports. Sherry Markson, she broke the dossier story of the Five Eyes intelligence guys looking at this. It's all heading in that direction. But Gertz, you got to help me out here. They signed this treaty back in 1984. The only way that the French in this consortium allowed them to build these P4 labs is that they had to have absolute bulletproof to not be outside anything on these treaties. To know that the National Institute of Health, Tony Fauci, is funding this Echo Alliance and the University of Texas at Galveston, and all these guys in their arrogance are dancing around. They got the Bat Lady. The Bat Lady's got more. She's got more money from the U.S. government than some poor professor at Virginia Tech, right? How can you even implicate that there's an offensive weapons program inside the Chinese Communist Party's PLA? Yeah, this is really significant, and the most significant aspect of this. First of all, the Chinese do not distinguish between civilian and military research, and their military has identified biological as a new domain of warfare. It's in their military writings. They openly speak about developing ethnic weapons. This is not simply something that is being conjured up by officials in the Trump administration. This is a real threat, and it's a real danger. And this is going to be another unwelcome disclosure to the American scientific community, which again has been closely aligned with the Chinese. And we don't know if the Wuhan Institute of Virology is linked to their biological weapons program. I'm told that it is. We haven't seen any evidence. That laboratory's been shut down publicly in order to prevent any kind of inquiry. This needs to be a key element of whatever investigation is done to get to the root of the outbreak of this pandemic. And I'm convinced that it will show that there was clearly a dual-use civilian military biological component to the work that was being undertaken at the Wuhan Institute of Virology. Before we give U.S. taxpayer dollars to support this international research, please tell me, isn't there some checklist that people have to go through to make sure that everything is within the bounds of the treaties they've signed, given
biological weapons? How can we even be talking about this? There's got to be some tight checklist that the military, DOD, the intelligence agencies go through before you send a nickel over there for these experiments. Does that exist? And are our scientists outside of that? No. The only mechanism under the Biological Weapons Convention to which China's a party is that they must submit annual confidence-building measures. And I reported in my Washington Times column last week that China missed the deadline last month for submitting its confidence-building report. Now, this is something that they have to explain what research is being done at what laboratories that has, again, this dual-use capability, that it may be working on vaccines, but it also could be used to build biological weapons. So they have not disclosed the type of work that they're doing on the military side. And this is par for the course. The Chinese have a much secrecy surrounding all aspects of their military program. But their military writings are plain. The science of military strategy has stated clearly that the threats in the future are going to include ethnic targeting biological weapons. Gertz, Bill, what's your Twitter handle, and how do people get access to your writings? It's at Bill Gertz, and it's thegertzfile.com. It's my website where you can see all my stories. Lead investigative reporter of the Washington Times. Thank you, sir. Bill Gertz, an American hero, American patriot. Where's CARE? Where's CARE talking about about the Uyghurs? Where's the Gulf Emirates? Where are the guys whining all the time about the Brahim Qassams and the Steve Bannons and the Frank Gaffneys and all these guys, such bad guys about radical Islamic jihad? You have the Uyghurs are targeted now. First of all, they're in concentration camps. Number two, now they're targeted by biological weapons. Okay, folks, it's very simple. You're not having Ramadan. You're not able to do Passover. You can't celebrate the risen Christ in a church. You know why? Because of the biological weapons that they're working on over in China. Okay, they say it's defensive, and this is what leaked out of Wuhan. As sure as the turning of the earth, that's going to be proven. Okay, and what is the United States and the world community going to do about it? We got the Henry Jackson Society, old-time Cold Warriors, next. Assalamu alaikum, qarindoshlar. Ko'p to'g'anoqlardek, bugun men hech qanday bir tayyorliqsizla ekranni eshib qoldim. Buningdagi sabab boya shu Steve Bannonning programmasini men kunda anglayman, doim anglayman. Bu odam hozir biz uchun so'zlayotdi. Boshdan oxiri biz uchun so'zlayotdi. Bunun programmasının ismi War Room Pandemic. İngiliz bildiğin dostlarımın bu programında görüp görüşünü ümit qolaman. Bugungi bu 178. qismi, bu adamning programmasının 178. qismi meni qattiq cho'chitdi. Nemishqa deganda, biz uzundan buyon gumon qilib kelayotgan, isbotlashga tirishayotgan, ammo ish amal qilamayotgan bir narsani shu programmada isbotlab berdi. Ya'ni nima deganda, biz burundan faraz qildik. Xitoylar bir xil etnik qurol yasayotdi, biologiyalik qurol yasayotdi. Ya'ni ma'lum bir etnik millatni, masalan deylik Uyg'urni yoki Tibetni bir xil qirib yo'q qilib o'tadigan bir biologiyalik qurol yasayotdi degan gumon deydik. Bu gumonimizni biz so'zligimizda masxaraga qolgan edik. So'g'uq ko'zlarga qolgan edik. Ba'zir o'chqashqar inson nervon ajizlab qopdi. Bir millatni yo'qotadigan qurol bo'lamdi. Xitoyning unchalik iqtidori bormi? Iqtidor bo'lgan taqdirda ular inson tursa, masalan, Uyg'urni o'ltira oladigan bir qurol yasay olamdi deb masxara qilgan edi bizni. Mana bugun Steve Bannon, ya'ni Prezident Trumpning sobiq mushaviri ishlagan programmada Amerika Washington Times, ya'ni Washington davr gazetining muxbiri Bill Gertz, bayqi odam, muxbir odam, bu nereden egalladan bu uçurni deganida
Bu adam dedi avval xabar berib, men deydi, Prezident Trump'ninki yaqinlaridan, yanada ishlaydiganlardan shuni egalladimki, Amerika istixboroti yaqinda egallagan eng yangi uchurga qaraganda Xitoylar dal virus taqagan Wuhandagi laboratoriyada Uyg'ur qatorliq etnik millatlarni tubdan qirib tashlash maqsadida yasagan biologik qurollarning borligi isbotlangan. Bu biz uchun eng vahimalik bir xabar. Bu xabar oxiri isbotlandi. Bu Amerika istixboroti bilasizlar dunyodagi eng kuchli istixborot. O'tganda bir qatam Xitoylarniki bir maxfiy zalda ochgan yig'inini FBI'niki Xitoylar bir inchki bilasizlar. Qanday qilib videoga olganligini Xitoylar hayron qolgan. Shu qadar kuchli bir istixborot bu. Bu aşı laboratoriyada Uyg'ur, Tibet qatorliq etnik millatlarni tubdan qirib tashlaydigan etnik qurol, ya'ni etnik qurol, biologiya qurol deganimizda u qurolni ishlatganda, masalan, Uyg'ur uchun yasalgan bo'lsa, bu qurolni ishlatganda faqat Uyg'urlar o'ladi. Agar Tibet qarta ishlatgan bo'lsa, faqat Tibetli o'ladi. Mana shundoq xatarli qurol. Buni yasab bo'lgan Xitoy. Mana bugün Amerika bunu ispatladı. Demek ki, qarindoshlarimiz, bizning ahvolimiz nihoyat xatarlik. Steve Bannon bu xabarni anglaganda bu odamdan, bu muxbirdan qattiq cho'chidi. Mening portlab ketyapti dedi. Ben portlab ketyapman dedi. Bu qanday mümkün bo'lsin? Masalan, Xitoy 1984-yili shu biologiyalik qurollarni cheklash xalqaro ahdnomasiga imzo atgan tursa, ular nimishqa yana shunda xatarlik qurolni yasab chiqdi deganda, haliqi muxbir dediki, Xitoylar bu ahdnomga qo'l qo'ygani bilan, kelishimga imzo atgani bilan, uning qildig'ini faqat yilda bir qatam raport tayyorlash deydi. Bu vaqtda buningga İştahat qilganligi, shu nimaga ahdnomga bo'ysunganligi to'g'risidagi bir doklad yo'llaydi ekan to'q. Ammo o'tgan yilninki dokladi yo'llanmabdi. Ya'ni oxirgi chek o'tganga qadar yo'llanmabdi. Bu yerda bir shumliq borligini aniq ko'rib olgansizlar, qarindoshlar. Endi bu qurol aşardan chiqqancha, aşar yasalayotgancha, bu P4, Wuhandagi P4 laboratoriya nemishqa butun dunyoning diqqatini qo'zg'adi deganda, hozir dunyoni balay ofatga tiqayotgan virus yerdan tarqalgan bo'lsa, mana shundoq biz tilga olgan Uyg'ur qatorliq etnik millatlarni tubdan qirib tashlaydigan biologiyalik qurollarni shu yerda yasalgan ekan. Shuning uchun mesela başkalarına demeyli bu pandemik, yani bu kenkulemlik virüs tarqaganda Amerika Xitoyga biz yardım qilayli, biz dunyodagi eng ilg'or, eng oldidagi mutaxassislarni avatayli, bu virusning kelib chiqishini aniqlayli deganda, diqqat qilsanglar, Xitoy qat'iy yaqin keltirmadi. Hech qanday chet elniki bir mutaxassislarni yaqin keltirmadi. Bunu başqa deyli, ama Dünya Səhiyyə Təşkilatı degan Xitoyning yalaqçısı, Qarabay başçılığındakı təşkilat, ularmı yaqında Amerika iqtisodini to'xtatgandan keyin qaqshab turib dediki, biz jinimizda bir mutaxassis avatayli shu Xitoy virusining kelib chiqish manbasini aniqlaydi deganda, bizga yo'l qo'ymadi degan edi. Yaqinda bo'lgan gap bu. Xitoy bunu inkar qildi-yu, ammo yüzleşmedi bular. Ama o Dünya Səhiyyə Təşkilatı hozirgacha shu gapda turibdi. Ya'ni bizning mutaxassislarimizni Wuhanga kirgizishga, uni tekshirish olib berishga, bu zodi bu virusningki manbasini topmasak, bu yamrab ketyapti. Buni cho'qim aniqlash kerak, shuningdek bu kontrol qila olamiz deganda Xitoy ulog'imi yo'l qo'ymagan gap. Demakki, uzun o'tmay o dastlabki nimisini
Avrishkilarni yo'q qilib etgandan boshqa o laboratoriyani pechatlab etdi. Bugungi xabarda Mao Steve Bannonning xabarida bu mutlaq elindi. Ya'ni bu nihoyatda maxfiy saqlangan. Chunki bu ish oshkorlanib qolsa Xitoyniki insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotganligi isbotlanadi. Uyg'ur qatorliq, Tibet qatorliq millatlarni yiltizdan qirib tashlashda mushundaq biologiyalik qurolni yasab chiqqanligi isbotlansa, uning oqibati qanday bo'ladi? Bunisi aniq tasavvur qila olamiz. Demakki, bu xabarni olgandan keyin men o'tiramay qoldim. Chunki millatimizning taqdiri qil ustida qarindoshlar. Xitoy g'ayriy maxluq, razil maxluq, vahshiy maxluq. Vaqt soat kelganda har bir fursatda bu Qur'onni ishlatmaydi degil bo'lmaydi. Hamda bu yerda shu nima taqab ketishi, masalan, bu virusning taqab ketishida biz gumon qilgan deyishgan to'q do'stlar ara. Bu balkim biologiyalik qurol bo'lishi mumkin. Uyg'ur qatorliq millatlarga ishlatish uchun Uyg'urni qirdi tugatolmadi, oxiri mushundaq bir qurol orqali yo'qotish uchun, masalan, Shaparangning badanidagi virus bilan Tojsimon virus bilan AIDS virusni biriktirib va boshqa nimalarni biriktirib yasab, buni Uyg'ur qatorliq, Tibet qatorliq rayonlarga qo'yib atsa, u yerga millat qirilib ketsa, u yerda adam qolmaganda bu zamin mangu ularniki bo'lib qoldi degan gumonlarimizni o'tirib qo'ygan edik. Ammo boyaligimdek masxaraga qolgan, hech kim ishonmagan, kulgan edi. Hala bugungi kunda bu isbotlandi qarindoshlar. Uyqumizni yashaydi. Xallaylimni egiz to'g'lab, Patamxonning ijtiq ko'ynigini egiz to'g'lab uxlavamaydi qarindoshlar. Uyg'onayli. Millatimiz qil ustida turyotdi. Millatimizning taqdiri qil ustida turyotdi. Bizni tubdan qirib tashlagan qurol yasab bo'lindi. Ko'rinmas qurol. O'ylab bakinglar, mushu qurol bilib bilmay taqab ketib dunyoga qancha odamni o'ldirdi? 300 mingdan ortiq odamni o'ldirib bo'ldi. 300 mingdan ortiq. Amerikada 80 ming odam o'lib bo'ldi. 4 milyondan ortiq odam juqumlandi bundan. Hatto hozir mushu Xitoyning yalaqchisi bo'lgan Dunyo sayyohat tashkilotiniki dokladida bir xatarlik bir gap bor. Nima deganda, bu virus yo'qolmasligi mumkin degan gap bor. Ya'ni bu virus xuddi AIDS virusiga o'xshash mangu insonlar bilan birga yashashi mumkin degan xatarlik ahvol bor. Demakki, Xitoy bu yerda bir nimani yo'shirmay qoldi. Bilmay chiqib qolgan bo'lishi mumkin va yoki prezident Trumpningki qiyosi bo'yicha, masalan, ayni vaqtda Wuhandan Xitoyning hamma yerga boradigan aeroplanlarni to'xtatgani bilan dunyoga mangadigan aeroplanlarni to'xtatmagan Xitoylar. Demakki, maqsadlik taqatgan bo'lishi mumkin degan gumonni qildi prezident Trump. Shunga Xitoy bilan bo'lgan hamma aloqani kesib etimiz degan gapmi prezident Trumpning og'zidan chiqdi. Endi biz mushu Xitoyga qarshi oldingi front turayotgan butun dunyoni mushu Xitoyning xayim xatardan qo'g'dash uchun bizning jinimiz bilan qonimiz bilan jang qilayotgan Uyg'ur xalqi hozir eng xatarlik ahvolda turibdi. Xitoy vahshiy hozir qattiq vahshiylashdi. Mushtaq holatda endi biz masalan vatandagilarni bilamiz. Tunugungi programmani ko'rdinglar, oldin kundagi iliq chiroyli qizimizni Xitoy uch oshkora setyapti. Ko'rdinglarmi? Ammo Uyg'ur qizi chiroyliqmi-ki? Kelinglar, bugun kechda tayyorlab beraman deb. Mushundaq videolarni ko'rib turib, yana uxlab yotsak qarindoshlar, yana birilardan umid kutib, yana bir tug'unmas talash tortishlar bilan bo'lib bo'lsak, mana bu bugungi xabarni ko'rdinglar, millatimiz haqiqatan taqdiri qil ustida turibdi. Hamda yana qisqa deb o'tsam, uzun to'xtalmayman bu vaqtda. Bugungi program ishlatishki asosli maqsadim shu xabarni yetkazish sizlarga. Agar yana hozirgi holatimizni mansoq Uyg'urlar oldi bilan vatan ishlik xalqimiz bizni qog'aydi. Bizni qog'ib o'ttirdi shu sirtdagi diasporadagi Uyg'urlarni qog'ib o'ldirdi. Chunki hozirgi holatimiz
Eğer vatandakiler ne halatımızı köre alırsa, bizni aldı bilen qağıp şu Uluq Ramazan günlerde qağıp öldürdü. Çünkü bizden alemiz bekmi içinişlik, bekmi seskinişlik. Tünügün mesela şu yakın ayağım şu program degen narsalarni gördük, adamlar bek azayıp ketdi, ama tünügün şu ekran nimside bir rekord yaratıldı. Nime rekord degende ma o taslimchi duktiklar bir nim qıptı. Özlerininki şu sərxəllərini jığıb, onun qoşub Xitayvandakı Xitayparast, Xitayni azad qılmada atqan dövlət, örkeş dövlətini əkilib, bütün xalqımızga aşkara bir jığın içibdi, yani sual sorsanlar buldu degендek şekilde. O yerda bizniki nadan xalqımız örkeş dövlət degenden qandaq suallarını sorab oturdu dememsizlar? Tayvandaki Xitaylar bilen birleşkili bolamdı, bizni qollamdı, baha kazalar dese, o manqı deydi? Biz Uyg'urlar bek, sapasız, biz xalqarada fəaliyyət qılğanda rast gap qilishimiz kerak, sapasızlığımızdan haq bizni ko'z kelmaydi, masalan deydik. Biz Uyg'urlarniki nüfusu 10 milyon tursa, onu 20 milyon degan sapasızlar bor, bizning xalqaradagi vakillar emas davlatlarga berib 20 milyon deganlar bor. Bu bir sapasızlik desa, bizning Uyg'urlar manqisini yiqitib anglab o'tirdi. 500 Uyg'ur naq maydonni ko'rib demiş. Riyosatchiniki takrar degani qaraganda, o sanlığı ko'rmadik-ku, 500, ya'ni bular şu sandan faxrlanib shundoq bir faoliyatlarni qilyotdi. Ammo ma'vo masalan bugungi xabarda deylik, bularga ko'ngil bo'lamdi ular. Amerikadagi qonun ma'qullanish oldida turdi, inshaalloh patlarda ma'qullanadi. Ammo shu sizlar ko'rayotgan, sizlar shalg'inglarni eqitib, tozim qilib bizning liderimiz, bizning yetakchilarimiz davatqanlarning ishida shu qonundan o'lgida qo'qotganlar bor. Nemishqa bilamsizlar? Bu qonun tasdiqlansa, bir list tayyorlanadi ekan. Amerika prezidenti Trump'a bir lista, bir tizimlik tayyorlandi ekan. Bu tizimlikka kimlar kirdi ekan deganda, shu Uyg'urlarni lagerlarga qamab, qirg'inchilik qilishga qatnashgan, bevosita qatnashgan, to'pisi bo'lgan amaldorlarning hammasi kirgizildi ekan. Chen Quango degan Xitoy boshliq, Shuhrat Zokir degan munofiq boshliq, shu Xitoy amaldorlar kirgizildi ekan. Andaqda shu sizlar manqinglarni eqitib yig'lab bizning liderimiz dapalqi 500 minglar yig'ilib ko'rayotgan halqi abdahlarning ichida ba'zilarining nimishqa yurib titraydi. Chunki ularning yaqin tuqqanlari, ota-onasi, yana biznimlari, avlodlari biznimlar shu listiga kirib qilishi mumkin. Shu listiga kirib qolsa, ularning cho'nglari vatandagi Xitoyning podoqchi avlodlari. Çünkü muşu sizler lider dep manqalarni eqitib, 500 mingni yig'ilib ko'rayotgan ekrandagilarining bir qismining ota-onasi, yaqin tuqqanlari shu vatandagi milliy munofiqlar, shu lagerlarga Uyg'urlarni solab o'ttirayotgan milliy munofiqlarning pushtilari. Shunga bularniki yuraklari titrab ketyapti. Ammo uxlanglar xalqim, uxlanglar. Yana voy, do'kandaq debdi, do'kmandaq debdi. Tönögümü aldıkta qarsam, Ankara'daki nima deydi? Milliy tadqiqot markazidamdi birmi degani. Nomus qilmay, halqa milliy munofiq, halqa nima ismi o munofiqning ismi? Nuri Tukurul. Nuri Tukurul deganni chiqarib yana shu qonun to'g'risida ziyorat o'tibdi. Biz necha vaqtda nima da'vatimiz? O to'g'riliq. Abdat Umaqning o'g'li sizlarning nazaringlarda yana sizlarni yetaklab mangadigan da'vogarlarning sarkisi. Uxlanglar qarindoshlarım, uxlanglar. Yana ashundaqlardan umid kutib o'tiringlar. Ashlar azod qilib qo'ydi sizlarni. Atog'ini list tayyorlanguncha Oqsaroy, Ko'ksaroylarda pishtirib yurdiganlar mushular bo'ladi. Aşı listaga ta'sir yetkazish uchun. Men
Artık yakınmaymak yerindaşlarım, çünkü menin haberini alğandan keyin kayfiyatim bekli buzuldu. Hem qattiq cho'chidim. Sizlarning manga o'xshash cho'chishinglarni umid qilaman. Ortiq gapim yo'q. Xayr qarindoshlar. Allohga emanet. Kötüleri ıslah eyle. Tevbe nasip eyle. Kötü işlere bulaşmış Müslümanlara pişmanlık ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Bu geceki tevbemizi ömrümüze kefaret eyle ya Rabbi. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Haram ve günahlarımıza içimizden gelerek ya Rabbi. İçimizden gelmiyorsa bile şu anda günahsız çocukların hatırına ya Rabbi. Affedilmeyecek günahlarımız varsa bile sen Allah'sın. Sen Allah'sın. İstersen affedersin. Affet de kurtulalım ya Rabbi. Eğer ömrümüz kötü gidecekse, ömrümüzün bundan sonraki bundan öncekinden hayırsızsa, Allah'ım ölümü bize yakınlaştır ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme düşecek bir ömür verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme çekecek mal verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme götürecek çocuklarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Yüzümüz kalmadı. Dua ediyoruz, bir yere gidemiyoruz. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor ya Rabbi. El uzatamıyoruz, ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana, dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Müslümanın orucunu yasaklayan dinsiz Çin'e kimsenin gıkı çıkmıyor. Allah'ım senden başka gerçekten sahibimiz yokmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senden başka gerçekten yardımcı yokmuş. Bize yardım et ya Rabbi. Bizden önce o Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Namuslarını kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi memleketlerini kurtar ya Rabbi. Canlarını kurtar ya Rabbi. İmanlarını kurtar ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı nasip et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ve şfi mervana ve erham mevtana bi hurmetil Fatiha.